Ko'pchilik Brad Pitt o'ynagan Formula 1 kinosini ko'rib, Formula 1 ga qiziqib qolishdi. Mana shunaqa qiziqarli Formula 1 poygasiga. O'zi Formula 1 nima? U qanaqa sport? Undagi mana bunaqa chiroyligina mashinalar qanaqa ishlaydi? Qanaqa qilib Formula 1 poygachisi bo'lish mumkin? Hammasini bugungi videoda oddiy jaydari tarzda tushuntirib berishga harakat qilaman. Bu esa F1 O'zbekiston kanalidagi birinchi YouTube video. Formula 1 ga kirish, Formula 1 nima, hammasini sizlarga tushuntirib beraman. Xullas, Formula 1 nima? Formula 1 bu dunyoning eng boylari qatnashadigan avtosport musobaqasi bo'lib, 1 yilda 24 ta poyga bo'ladi. 20 ta poygachi 10 ta komandada 2 ta chempionlik uchun kurashadi. Birinchi chempionlik bu albatta poygachilar o'rtasidagi jahon chempionligi bo'lsa, ikkinchi chempionlik bu konstruktorlar kubogi, ya'ni jamoaviy chempionlik. Yana oddiy tushuntiraman. Masalan, poygachilar 1 yilda bo'ladigan 24 ta poygada eng maksimal, eng ko'p ochkoni jamg'arib birinchi o'rin olsa, poygachilar jadvalda ular jahon chempioni hisoblanadi. Jamoaviy chempionlikda ham shunaqa. Masalan, poyga komandalarida 2 ta poygachi maksimal tarzda jamoasi uchun ochkolarni to'plashadi 1 yilda bo'ladigan 24 ta poygada va ularning jamoasi qanchalik ko'p ochko jamg'arsa, ular birinchi o'rinni egallashligi va konstruktorlar kubogini yutishligi mumkin bo'ladi. Misol uchun 2024-yilgi va 2025-yilgi mavsumdagi konstruktorlar kubogini McLaren jamoasi yutdi. Yoki poygachidan olishimiz mumkin. Oxirgi 4 yildagi chempionlikni faqat Max Verstappen yutdi. Formula 1 o'zi qanaqa ishlaydi? Ya'ni undagi poygalar qachon, qayerda va qanaqa holatda bo'ladi? Ko'pchilik mana shu joyda adashishadi. Buni ham sizlarga sodda qilib tushuntirib beraman. Aytib o'tganimdek, har bir jamoada 2 ta poygachi bo'ladi. Shu 2 ta poygachi har haftaning oxirida bo'ladigan poyga kunlarida qatnashib ochkolar yig'ishadi. Va poyga kunlari esa Formula 1 tilida Grand Prix deyiladi. Masalan, Toshkent Grand Prixsi, Baku Grand Prixsi yoki bo'lmasam Ozarbayjon Grand Prixsi bo'lishi mumkin. Eng qizig'i aynan shu Grand Prix kunlari 3 kun bo'ladi. Masalan, Grand Prixning birinchi kunida amaliyot bahslari bo'ladi. Amaliyot bahslari o'zi nima? Shu joyda tushuntirib ketaman. Amaliyot bahslarida poygachilar o'sha har bir borgan trassasiga moslashishadi, praktika qilishadi. Agarda xatolari bo'lsa, uni ustida ishlashadi, mashinadagi texnik holatlarni tekshirishadi. Masalan, mana futbolni ham oladigan bo'lsak, bitta Real Madrid degan klub Barselona bilan o'ynamoqchi. Aynan shu Real Madrid Barselona bilan o'ynashdan oldin albatta trenovka qiladi, o'zi ustida ishlaydi, xatolarni ko'rib chiqishadi, taktika ustida ishlashadi. Formula 1 da ham xuddi shunaqa. Poygachilar Grand Prixning birinchi kunida amaliyot bahslaridan foydalanib, xatolarni bartaraf qilishadi, trassaga moslashishadi. Grand Prixning ikkinchi kunida esa saralash bahslari bo'ladi. Saralash bahslari o'zi nima? Saralash bahslari ham futboldagi qur'a tashlash marosimiga o'xshashib ketadi. Ya'ni poygachilar o'zini maksimal tezligini trassada aylanib ko'rsatishligi va eng yuqori o'rinlarni egallashligi kerak bo'ladi. Masalan, poygachi Toshkent trassasini eng tez vaqt bilan aylanib 5-o'rinni oladigan bo'lsa, saralashda u ertangi bo'lgan poygani 5-o'rindan boshlaydi. Agarda u 2-o'rinni olsa, saralashda poygani 2-o'rinni. Agarda saralashda 10-o'rinni olsa, poygani 10-o'rindan boshlaydi. Umuman olganda siz saralashda eng tezkor vaqt ko'rsatasiz va nechinchi o'rinni olsangiz, aynan shu o'rindan siz poygani boshlaysiz. Agarda saralashda 1-o'rinni olib qoladigan bo'lsangiz, siz pol pozitsiya egasi bo'lasiz, ya'ni eng tezkor vaqt bilan 1-o'rinni olasiz. Pol pozitsiya endi bu Formula 1 tilida, ya'ni 1-o'rinni olganlarni saralashda pol pozitsiya egasi deb atashadi va unga maxsus o'sha sovrinni nimadir g'ildirak berishadi. O'zi odatda hozirgi kunda Pirelli kompaniyasining shinalarini berishadi pol pozitsiyadan olganligi va aynan shu odam poygani 1-o'rindan boshlaydi. Va Grand Prix 3-kunida esa poyga bo'ladi, ya'ni eng asosiy kuni aynan shu kunda poygachilar maxsus o'sha nechadir aylanib chiqib, yuqori o'rinlar uchun kurashishadi. Har bir trassada aylanalar soni har xil bo'lishi mumkin. O'zi standart o'rtacha 40-70 oraliqda bo'ladi aylanalar soni. Misol uchun Baku Grand Prix'da aytaylik 51 aylana bo'lsa, ertangi misol uchun Toshkent Grand Prix'sida 71 ta aylana bo'lishi mumkin. Ya'ni trassaga bog'liq aylanalarning soni nechta bo'lishi. Va poygachilar shu aylanalarni aylanib poyga qilishadi. Orada pit stoplar ham bo'ladi va yuqori o'rinlar uchun kurashishadi. Agar siz mabodo poygada 2 yoki 3-o'rinni oladigan bo'lsangiz, podium egasiga aylanasiz. Ya'ni Formula 1 tilida shunaqa deyishadi. Yoki poygada 1-o'rinni oladigan bo'lsangiz, poyga g'olibiga aylanasiz. Agarda siz Formula 1 poygalarini o'zbek tilida jonli efirda kuzatib bormoqchi bo'lsangiz, Telegramdan F1 O'zbekistonda qidirib mana shu kanalimizga obuna bo'lsangiz, har hafta bo'ladigan poygalarni biz o'zbek tilida jonli efirda tekinga ko'rsatamiz. Bundan tashqari
tashqari Formula 1 ga oid bo'lgan har xil yangiliklarni ham aynan shu kanalimizdan ko'rib borishingiz mumkin. Va har bir o'ringa ochkolar ham beriladi. Misol uchun birinchi o'rinni oladigan bo'lsangiz 25 ochko, ikkinchi o'ringa 18 ochko va shunaqa ochkolar kamayib ketaveradi va ochkoli zona birinchi o'rindan to 10-o'ringa amal qiladi. Misol uchun siz 10-o'rinni olib qoladigan bo'lsangiz 1 ochko egasiga aylanasiz. 11, 15, 20-o'rinlarga hech qanaqa ochko berilmaydi. Ochkoli zona 10-o'rindan to birinchi o'ringacha. Aytgancha yana bir narsa, bir yilda asosiy poygalardan tashqari sprint poygalar ham bo'ladi. Sprint poygalari nima? Sprint poygasi bu asosiy katta poyganing kichikroq versiyasi. Unda kamroq aylana bo'ladi va poygachilarga nisbatan kamroq ochko beriladi. Eng qizig'i sprint poygalarida pit stop deyarli bo'lmaydi. Bo'lib qolgan taqdirda ham mashinaning shinasi yorilib ketib qolsa pit stop qilishlari mumkin komandalar. Yo'q bo'lmasam qanaqadir safety car bo'lib qolsa. Va agarda sprint poygalari aynan shu Grand Prixlarda bo'ladigan bo'lsa, taqvim, ya'ni poygani kunlari qanaqa bo'ladi? Poygani birinchi kunida bitta amaliyot bahsi bo'ladi, sprint saralash bahsi. Poygani ikkinchi kunida sprint poygasi va asosiy poygaga saralash va Grand Prixning 3-kunida asosiy poyga bo'ladi. Agarda sprint poygalari biron bir Grand Prixni taqvimiga qo'shilsa, kalendar shunaqa holatda bo'ladi. Yanada to'liqroq Formula 1 poygalari qaysi shaharda, soat nechida, qanaqa holatda bo'lishini siz Formula 1 rasmiy saytidan ham ko'rib bilib olishingiz mumkin. Formula 1 mashinalari qanaqa shina ishlatilishini aytmayman, u eng muhim narsasi qolib ketibdi. Formula 1 mashinalariga qanaqa shinalar ishlatiladi, ya'ni poyga paytida. Formula 1 poygasida 3 ta eng asosiy shina turlari bor. Bu albatta soft, medium, hard shinalar. Masalan, siz soft shinalarni mashinaga o'rnatadigan bo'lsangiz, siz tezroq harakatlanasiz. Medium shinalar asosan o'rta darajadagi holatlar uchun ishlatilsa, hard shinalar asosan uzoqroq poyga qilmoqchi bo'lsangiz, hard shinalarni o'rnatib ishlatsangiz bo'ladi. Undan tashqari bu 3 ta shinadan tashqari yana bizda 2 ta shinalar bor. Intermediate va wet shinalar. Mabodo yengilroq yomg'ir yog'adigan bo'lsa, poygachilar intermediate shinalarni qo'yib poygani qilishadi. Agarda kuchli yomg'irchilik bo'ladigan bo'lsa, bunday holatda jamoalar shu wet shinalardan foydalanishadi. Va shu shinalarni poyga komandalari qaysi payt almashtirishni ham oldindan strategiya qilib qo'yishadi. Misol uchun poygani siz soft shinalardan boshlagan bo'lsangiz, aytaylik 20-aylanasiga kelib hard shinaga o'zgartirishingiz mumkin yoki medium shinaga. Va eng qizig'i poyga paytida mana shu pit stoplarni ham kerili paytida o'zini o'rnida qilish ham juda muhim. Agarda siz sal kechroq yoki bo'lmasa sal vaqtliroq noto'g'ri paytda qilib qo'ygan bo'lsangiz, pit stopni siz misol uchun birinchi o'rinda ketayotgan bo'lsangiz, birinchi o'rindan qo'ydan boy berishingiz mumkin. Va bunaqa holatlar juda ko'p bo'lgan, ayniqsa Ferrarining pit stoplarida juda ko'p skandal holatlar bo'lgan. Endi Ferrari muxlisi bo'lganim uchun aytib beraman. 2022-yilgi Monaco Grand Prix'da Charles Leclerc o'zining uyida birinchi o'rinni olayotgan paytda bo'lgan. Misol uchun poygani o'rtalariga kelib yomg'ir yog'ib yuborgan. O'sha yomg'irda ikkita double pit stop bo'lgan. Ya'ni birdaniga ikkita Ferrari mashinasini chaqirishgan. Ya'ni birinchi Carlos Sainzni chaqirishgan. Carlos Sainz pastroq o'rinda bo'lgan, Charles Leclerc esa uni ketidan kelgan. Charles Leclerc birinchi o'rinda borayotgan poygachi bo'lgan va mana shu ikkita shoshilib qilingan pit stopni evaziga Charles Leclerc birinchi o'rinni qo'ldan chiqargan. Endi Monaco poygasida birinchi o'rinni qaytarish nisbatan qiyin. Agarda qo'ldan chiqaradigan bo'lsangiz, Stay out. Fuck! Why? What I'm doing? Tire position 5. Multifunction tire position 5. Formula 1 mashinasi haqida gapirsak gap ko'p. Alohida bir dunyo, chunki detallari juda ko'p. Har biriga kirib chiqsangiz, yangi narsalar chiqib kelaveradi. Masalan, Formula 1 mashinalarining motorlari oddiy mashinadan farq qiladi. Ya'ni Formula 1 mashinalari, hozirgi Formula 1 mashinalari V6 motorida, ya'ni V6 dvigatelda harakatlanadi. Hozirgi Formula 1 mashinalarining motorlari ham benzinda, ham elektr tokida ham harakatlanadi, ya'ni gibrid motorlar hisoblanadi. Lekin 2014-yildan oldingi, ya'ni Schumacher davridagi, misol uchun Sebastian Vettel davridagi mashinalar faqatgina benzinda harakatlangan va mabodo mashinani benzin tugab qolsa, pit stopning o'zida Formula 1 mashinasiga zapravka, ya'ni benzinni to'ldirishgan, lekin bu juda xavfli bo'lgan, juda ko'pgina holatlarda ketgan vaziyatlar bo'lgan, yoki bo'lmasa poygachilarning voqli pit stopdan chiqib ketishi oqibatida benzin shlanglari uzilib ketishi mumkin bo'lgan vaziyatlar bo'lgan. Shundan keyin FIA Butunjahon avtosport federatsiyasi pit stopning o'zida mashinalarga benzin quyishni taqiqlab qo'yadi. Va eng qizig'i, hozirgi Formula 1 mashinalarining motori, hozirgi versiyadagi motorlari 1000 ot kuchiga ega va i10 tipidagi biobenzinda harakatlanadi. Hali esingizda bo'lsa, Formula 1 mashinalari ham benzinda, ham tokda yuradi dedim, lekin tok nimaga kerakligini aytmayman. Qaranglar, Formula 1 mashinasi mabodo tezroq, yanada tezroq yurishini xohlasa, poygachilar buni holatda o'zini
Formula 1 mashinalarida batareyka yig'ilgan toklardan foydalanishadi va shu tok Formula 1 mashinasining yanada tezroq razgon olishiga yordam beradi va bunaqa tokka, elektr tokini siz albatta har bir aylanada atigi 4 soniya ishlatishingiz mumkin. Va eng qizig'i shunaqa tok qanaqa qilib chiqadi, qanaqa qilib ishlab chiqariladi Formula 1 mashinasida. Qancha ko'p siz Formula 1 mashinasi haydayotganingizda ko'proq tormoz bersangiz, aynan shu tormoz paytida tok ishlab chiqariladi va shu tok Formula 1 bolididagi akkumulyatorga yig'iladi. Xullas, Formula 1 motori haqida gapirsa gap ko'p, juda murakkab narsa. Shu sababli ham juda ko'pgina Formula 1 jamoalari o'zini motorini ishlatmaydi, tashqaridan motor sotib olib, o'zini shu Formula 1 mashinalariga o'rnatib ishlatishadi. Masalan, Red Bull jamoasi Formula 1dagi. Ko'pchilik o'ylashi mumkin, Red Bull mashina chiqaradi, o'zini motorini chiqaradi. Yo'q, Red Bull jamoasi tashqaridan motor sotib oladi. Hozirgacha mana Honda jamoasi bilan hamkorlik ishlab kelishadi ancha yillardan beri va Red Bull Honda'ning motorlarini evaziga poyga qiladi, uni sotib oladi. Men ham to'g'risi birinchi ko'rganimda Red Bull jamoasini bular o'zi motor chiqarsa kerak deb o'ylaganman, o'zi mashina chiqarsa kerak deb o'ylaganman. Yo'q, bolid o'ziniki, ya'ni Formula 1 mashinasi o'ziniki, lekin motor boshqa kompaniyaniki. Lekin kattagina motor ishlab chiqargan kompaniyalar o'zi kimlar? Bular albatta Ferrari, Mercedes va Honda va mana shu kompaniyalar qaysi jamoalarga motor yetkazib berishini esa ekranlarda ko'rishingiz mumkin. Xullas, oson narsa emas motor o'zini ishlab chiqish, uni kuchaytirish, unga har yil investitsiya qilish kerak, juda katta summalar ketadi. Shu sababli odat qilib aytganda jamoalar tayyor yechimni, ya'ni tayyor narsani sotib olishni yaxshi ko'rishadi. Ferrariga o'xshagan, Mercedesga o'xshagan kompaniyalar esa o'zini motorini ishlab chiqib, o'ziga ham ishlatadi va tashqariga ham sotib soqqa qilishadi. Eng kuchli jamoalar haqida gapirgan bo'lsam, eng kuchlilari hozirgi kunda Red Bull, McLaren, Ferrari va Mercedes. Albatta McLaren mana bu yil juda yaxshi, stabil natijalar qayd etib berishyapti. Ikkala poygachi Oscar Piastri, Lando Norris poygachi jadvalda o'tgan yili Konstruktorlar kubini yutdi. Bu yil 2025-yilda oldindan, ya'ni muddatidan oldin Konstruktorlar kubini yutishdi yana bir bor. Lekin bo'lmasa Mercedes jamoasi 2026-yilda yangi qoidalar asosida ishlab chiqarilgan Formula 1 bolidlarda dominant bo'lishi kutilyapti. Shunaqa mish-mishlar tarqagan. O'zi umuman 2018-2019-yilgi mavsumda ham juda yaxshi bolidlarni ishlab chiqarishgan, masalan Mercedes jamoasi. Yoki bo'lmasa Red Bull olishimiz mumkin. Christian Horner paytida 2 marta poygachilarni chempion qildirishdi. Bu albatta Sebastian Vettel 2010-yildan to 2013-yilgacha chempion bo'lgan Red Bull tarkibida. Yoki bo'lmasa Max Verstappen 2021dan to 2024-yilgacha. Yoki bo'lmasa agarda asabiylik degan bo'lsa, Ferrari jamoasi ham bor. Ferrari jamoasini men tavsiya qilaman. Valerianka ichib tomosha qilinglar o'yinlarni, chunki ba'zida yurak hovuchlab bo'ladigan, ya'ni yurak hovuchlab ko'radigan poygalar bo'lib qoladi Ferrari bilan bog'liq. Lekin Ferrari ham o'zining paytida Schumacher davrida juda yaxshi bahslarni olib borishgan va undan keyin ancha tushib ketdi Ferrari natijalari. Endi qanaqa qilib Formula 1 poygachisi bo'lish mumkin? Bu tema ham juda uzun, lekin mana shu videoda yana qisqacha bu haqida ham ma'lumot berib ketaman. Agarda siz Formula 1 poygalarida qatnashmoqchi bo'lsangiz, kamida 5-6 yoshingizdan kartingga borishingiz, undan keyin albatta Formula 4, Formula 3, Formula 2 musobaqalarida qatnashishingiz kerak bo'ladi. Bulardan ham tashqari siz agarda Formula 1 ga yetib bormoqchi bo'lsangiz, kamida birinchi navbatda Yevropada yashashingiz kerak. Ikkinchidan, yaxshi kapitalingiz bo'lishi kerak. Juda millionlab dollar pul ketadi, lekin qancha ketishini bilmayman. Internetdan ko'rib, taxminiy statistikalarni bilib olsangiz bo'ladi. Uchinchidan esa albatta sizda yaxshi aloqalar bo'lishi kerak. Agarda Formula 1 jamoalariga qo'shilaman desangiz, ya'ni sizni tanish bilishlaringiz bo'ladigan bo'lsa, Formula 1 jamoalariga kirishingiz, ular sizni talantingizni ko'rib o'zligiga tortishga harakat qilishligi mumkin. Aytgancha, talant ham kerak. Agar talantingiz ham bo'lsa, shuncha imkoniyatingiz oshadi va Red Bull misol uchun Ferrari'da kelajakda poyga qilib olishingiz mumkin. Agarda talantingizni ko'rib, qanaqadir yaxshi insonni nazariga tushib qolsangiz. Nimaga Yevropada yashashingiz kerak dedim? Chunki asosiy avtosport musobaqalari Yevropada bo'ladi. Ya'ni Yevropada avtosport musobaqalariga kirish, ularda qatnashish nisbatan osonroq. Agarda siz O'rta Osiyo yoki Osiyo tug'ilgan bo'lsangiz, sal qiyinroq bo'ladi. Ko'chib borib, agarda yashasangiz, imkoniyatingizdan foydalansangiz bo'ladi. Avtosport musobaqalariga harakat qilib. Agarda Formula 1 gacha yetib bora olmasangiz, o'zingizni boshqa Formula 1 motori poyga musobaqalarida sinab ko'rishingiz mumkin. Bu albatta Formula E bor, elektromobillar o'rtasida bo'ladigan Formula 1 poygalari, GT3, WC musobaqalari, ya'ni giperkar, har xil sport karlar o'rtasida bo'ladigan poygalarda qatnashib ko'rishingiz, o'zingizni sinab ko'rishingiz mumkin agarda Formula 1 da o'zingizni topa olmasangiz. Xullas, o'zi Formula 1 poygachisi bo'lish haqida menimcha bitta podkastni nimadir video qilish kerak. Aynan shu yo'lda harakat qilgan inson bilan nima deb o'ylaysizlar? Albatta shu tema qiziqmi? Albatta qiziq bo'lsa kommentariyada yozib qoldiringlar.
bo'lsin deb, albatta buni ham nasib etsa amalga oshiramiz. Xullas, bugungi video shu joyda o'z nihoyasiga yetadi. Hammasini qisqa lo'nda tushuntirishga harakat qildim. Eng keraklari, chunki juda ko'pchilik so'rashardi. Formula 1 nima, undagi poygalar nima, sprint nima deyishadi, masalan uchun amaliyot nimaga kerak? Aynan shularning hammasini oddiy qisqa qilib tushuntirib berishga harakat qildim. Bu Formula 1 haqidagi birinchi video edi. Kamchiliklar bo'lsa albatta yozib qoldiringlar, ularni bartaraf qilamiz. Video like bosib, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Keyingi videoda ko'rishguncha.